Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Kivaro kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan biz BMG Drive o'yinida spuskdan mashinalarni tushiramiz. Bu yerda botlar ham bo'ladi. Botlar bizga hozircha xalaqit berib turadi. Chunki bulardan obgon qilish kerak, yondan o'tish kerak. Ko'rishingiz mumkin, bu nariyoqacha borishimiz kerak. Hozir bu ham davom etadi. Ko'rishingiz mumkin, bu o'tgan safargi videomizdan ozgincha qisqaroq spusk. O'tgan safargi videomizda hech qaysi yetolmagani uchun bu safar sal osonroq tanladik. Mana mashqacha kelish kerak. Ko'rib turdinglar, borish oson emas. Anaqa yamalar bor, anaqa singan mostlar bor. Mashinalarni o'ziga bog'liqda, endi qanaqa mashina qanaqa yura oladi, aerodinamika, ya'ni shunaqa narsalarga bog'liq. Xo'p, birinchi boshlashimiz BMW M5 KS bo'ladi. Bilmayman, nimagadir shu mashinani boshlagim keldi. Qani boshlaymiz. Boramiz, o't oladimi oxirigacha? 200 ga ketamiz. Botlar ko'rishinglar mumkin. Bizga hozircha xalaqit berdi. Mayli, hissas qilmaydi. Ben o't olish kerak. Voy, rampani ko'rmanman. Singan mostdan yurib ko'raylik. Ana. Ana drift bilan BMWga. Voy. O't. Hech narsa qilmadi demoqchi edim, balon chiqib ketdi. O bekor singan mostdan yurdingda. Nima aytdinglar-da? Mashina qilib tushdikmi? Xo'p, birinchi mashina uchun menimcha yomon emas, o'zi mana bitta kichkinagacha spusk. Xo'p, biz keyingi mashinamizga o'tamiz. Keyingi mashinamiz bilmayman, qaysidir o'zbek mashina bo'ladi lekin. Xo'p, keyingi mashinamiz Gentra, tayinroq ko'rilgan, diskalar qilingan, tuning qilingan. Endi bu BMWdan o'tib qolsa zo'r bo'ladi. Orqasiga nimadir Lacetti yozilgan, lekin Gentra o'zi. Ko'rasizlar, botlar nima qilayotganini? O'zi boshqaratdi. Bu oxiri 230 ekan, motor ketmasa bo'ldi. Motor portlab ketadi hozir, menimcha. Yo'q. Bu sekinlashgan kadrda ham ko'ramiz. Hozir yaxshi ketamiz, faqat orqa panel ozgincha lat yegan. Va balon ketdi. Ikkita oldingi balon ketdi. Lekin arinda o't oldik. BMWdan. Bu yerdan o't olmaydi, chunki hamnaqa joylardan o'tish juda qiyin. Furgonda. Da. Bunaqa joyga mana shuncha joydan o'tib toza kelish kerak. Chunki mana joydan mana ko'rib turibsizlar, lava turibdi. Bu yerdan sakrab o'tib, nariyoqacha borish kerak. To не fakt, что bu yoqacha siz yaxshi kela olasiz. Hozir ko'rdinglar, tekis kelman, bitta narsaga chiqib qo'ysangiz ham baloningiz ketadi o'zi. Mayli, hissas qilmaydi. Hop, Gentra bo'ldi. Malibu'ni tanlaymiz. Malibu Premier ayo Midnight. Qora rangidan yaxshiroq-a? Qarochi, Malibu'miz ham bo'ldi. Sport rejimiga o'tkazamiz. Mana qop-qora rangdan ko'rishingiz mumkin. Lekin menga faqat shunaqa tuyulyaptimi? Orqasi ja o'xshamagan Malibu'ga. Yo, faqat menga shunaqa tuyulyaptimi? Oldisi вообще zo'r o'xshagan, qaranglar. Fanarlari. Qo'y fanar. Ko'zlari ham bo'ladi. Lekin mana shu orqasi yaxshi o'xshamaganga o'xshaydi. Endi meni fikrim, bilmayman sizlarga qanaqa, u balkim o'xshagandir. 230 Gentradan tezroq ekan. Va nariyoqqa obgon qilib o'tmoqchi edim. Voy, lekin yurarmikin degan savol bor. Yuradi. Hech qanaqa yurmaydi ekan. Hozirchalik yomon natija ko'rsatdi, lekin men bot bo'lmaganda, qani o'sha bot? Lavani ichidami? O'sha bo'lmaganda menimcha uzoqroqgacha borardik. 90% menimcha borardik. Endi BMW bo'ldimi? BMW bo'lgan joyda Mersan bo'ladi. Oxirida men Belazia qilib ko'ramiz, ko'ringlar. Hop. Men o'zim yoqtirgan mashina gelik emas, mana bu ML63, nimadir oldindan yoqib kelgan. Hop, offroad qilamiz, 510 ta ot kuchi bor ekan. Balki o'tolar, chunki balon katta-ku. Hop, Merza spanitsa qildi. Yani balonni ko'rishingiz mumkin. Katta. Endi bunga menimcha boya Gentrani balonda tushib qoldi-yu. Bo'shaqa joylar bunga farqi yo'qda.
Paqlashni qaranglar. Va. Aboy hozirda urmas kerak botlarga, narada botlar yurtda shas qilmaydi. Afg'on qilamiz. Mayli bu yerda edi-da. Va. Sekin spokойно yuribdi. Yaxshi. Ya buna joylarga kirmaylik, men shu mashinada faqat. Yaxshi yuribdi lekin. Va! Natija hozirchalik yaxshi. O. Hech narsa qilmadi. Chunki men balolar katta, agar oddiysin qilganimda menimcha bu paytgacha ketardi. Lekin 340 da sakradik, hozir menimcha bunaqa joyga tegamiz, menimcha u yog'igacha bora olmasa kerak. Yo'q. Yaxshi. Ag'darilma. Abi nargisga o'tib ket. Yo, barram, lekin agar hozir tirik qolib ham devorgacha urilish kerak. Devorga urilganda hisoblanadi. Yo'q, mashina yurmayapti. Men slovnomamni degan narsa, men tegdagi narsa singan degan bu mashina yurmaydigan. Ko'rib turibsizlar, gaz bosaman yurmayapti. Men yaxshi natija ko'rsatdi, lekin oxirigacha boraman. Kelib mana shu men yozuvga qarshi urilish kerak. O'shanda o'tgan hisoblanadi. Hozir mersam o'tolmadi. Afsuski, lekin zo'r natija ko'rsatyapti-da. Bilmayman nimaga o'tolmadi. Xo'p, endi elektrokar qilamizmi? BID. Mayli bitta qilaylik. Ses qilmaydi. Do'stlar aytgancha, aytishimdan chiqib, hammalar o'tib ketgan yangi yillar bilan tabriklayman. Hammamizga yaxshi kelsin 2026-yil. Sizlardan like va obunani kutib qolaman do'stlar. Endi yangi yilga menga ham sovg'a qilinglar. O'tib ketgan yangi yil bilan. Hop, bo'lsa bizda BID ham so'ng plus spam bo'pti. Ko'ramiz. Bu agar Mersani o'tib olsa, men вообще qoyil qolib ketaman. Elektrokar bo'lib turib. Vay. Davay, 130 orqa machasiga. Vay ana. Biz orqa machasiga yuramiz BID'da. Hop, rolamiz ketdi endi. Voy. Driftchalarni yoqib qo'yadi mashinamiz. Hop, ko'ramiz endi bora olarmikin. Va shu yoqdagi narsani ko'rmayman-da. Voy. Lekin normal. Gentradan o'tdi. Gentra qayerga keldi? Gentra ham keldi. Gentradan o'ta olmadi. Hop, biz oxirgi mashinamizga bir ikkinchi shans berib ko'ramiz. Boy singan mostdan yurib qo'yinman. Hop, ikkinchi shans berib ko'ramiz. Men jiproqligidan tanlaylik. Hozir men B-ni tanlagandik, men M5 ga yaxshi ketmadi. X7 ni off-road bormikin? Bu balon Mercedes ham katta ekan-ku. Hop, ko'ramiz endi bu hatyabi bora olarmikin. Hop. Bölümümüzde spam bo'ldi. Balonni qaranglar, balonni. Kattaligini qaranglar. Bu Merskidan ham katta. Endi ko'ramiz. Elektriklarga o'xshaydi ekan, ovoz bosiga. Hop, endi botlar bitta Malibuda xalaqit berdi. Bir tarafdan yaxshi, bir tarafdan yomon. Chunki bitta Malibuga bo'lib qoldi. O'tgan paytda biz kelib furgonga urilamiz 200 km/soatga. Hop. Mashina yurmaydi o'zi bu aniq. Furgonda da endi biz mashinamiz ham yurmaydi. Hop do'stlar, bugungi video yoqdi deb o'ylayman. Bugunga yetadi chunki mashinalarni qilib ko'rdik. Ikkinchi qism chiqish uchun albatta do'stlar 1000 ta like demoqchi edim, lekin hali like ga bor. Hop. Agar mana shu videomizga 20 ta like yig'sa, hop, keyingi ikkinchi qism chiqadi. Hop do'stlar, bugungi video sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Like va obuna qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan har doim men Kivaro bo'ldim. Hammalarga xayr.